marotaba homilasi rivojlanmagan ayol analiz tahlillarini ko'rsataman. Hammasi normada, 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 normada. Erkak analiz tahlillarini ko'rsataman. Barcha tahlillarda urug'ida son va sifatning buzilishi, renkasining zararlanganligi, martez yuqoriligi, erkak bepushligi, erkakdan nosog'lom farzandlar tug'ilish ehtimoli yuqoriligini ko'rsatyapti. Homilangiz ketma-ket rivojlanmayapti, yurak urishi to'xtab qolyapti. Nuqson bilan tug'vosiz yoki homilangiz tushib qolyapti yoki homilador bo'lishingiz qiyinlashyapti. O'zingizni aybdor his qilib, qo'ni-qo'shni, qaynota-qaynona, qarindosh urug'lar oldida xijolat chekib, aybdor his qilib yuribsizmi? Shuni bilingki, har doim ham ayol bu holatga sabab bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, xulosani o'zingiz qiling. Yuqoridagi holatlar bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, profilimga obuna bo'ling, bizni kuzatishni davom eting.